Ko'z oldinglarda hozir ikkita jamoa, ya'ni oq komandasi va Vektor jamoasi borlar. Hozir bularning qo'llarida faqat pichoq bo'ladi va o'sha pichoqda joylaridan qimillamay turib, bir-biriga otishlari kerak bo'ladi. Agar oxirida qaysi 3 ta odam tirik qolsa agar, o'sha 3 ta odam RP yutib oladi mendan. Qaysi jamoa yutadi deb o'ylaysizlar? Vektormi yoki-da oq kiyim jamoasimi? Tayyor turinglar, o'yin juda ham qiziq bo'ladi. Eng qizig'i, joydan bular umuman qimillamaydi. Umuman bular vashi qimillamaydi. Qaranglar, Vektor jamoasi va oq kiyim jamoasi. Ketdi bolalar. Davay! Vektor jamoasi noklanib bermoqda o'sha bolalar. Hozir Vektor jamoasi o'sha nokni beryapti bular. Ana endi oq kiyim jamoasi bularga otish kerak. Qani, Vektormi yoki oq kiyimmi? Voy, bitta nok bor. Voy! Davay, Vektorlar ham nok bo'ldi. Buni qaranglar bolalar. Voy, davay bolalarga podдержка berish kerak. Davay bolalar, men sizlarga ishonaman. Qimillamanglar joylaringizdan. Joylaringizdan qimillamanglar, o'ldiraman, siz qimillamanglar joylaringizdan. Davay bolalar. Davay bolalar, davay. Qonli jang ketmoqda bu yerda. Davay. Qani qaysi jamoa? Oqmi yoki Vektor jamoasimi? Qaysi biri? Qaysi biri? O'sh, oq komanda. Qani? Qaysi? Oq yoki-da qora, ishqilib shunaqa deymiz. Vektormi yoki-da qaysi biri? Qani? 3 ta odam qolishi kerak oxirida, 3 ta odam. Xo'sh. Davay. Voy, tegdimi? Yo'q, tegmadi. Tegani yo'q. Davay. Vektor jamoasi ozgincha qolgan Vektor jamoasiga. Davay bolalar. Oy! Davay. Voy, nok berdi yana bitta. Vektor jamoasi ham qiynalyapti. Oq jamoani tirik qolganini qaranglar bolalar. Voy. Anoni qaranglar bolalar, anoni qaranglar. Jon to'ldiryapti. Xo'p, jon to'ldirganga indamaymiz biz. Jon to'ldirganga indamaymiz hozircha. Davay bolalar, ishonaman sizlarga. Davay, ishonaman. Bo'linglar bolalar, sizlarga ishonaman. Qani, Vektor jamoasi nima qilyapti hozir? Tak. Oq kiyimlar lekin juda kam qolgan. Voy! Oq kiyim, davay bolalar. Davay Vektor. Davay Vektorlar. Bosinglar ularni, o'ldiringlar. Pichoq otamiz, pichog'inglar ko'p-ku. Davay. Voy! Bam! Pichoqlar kelyapti, oqlardan. Voy. Voy. Mana bularni qaranglar. Yo. Mumkin emas. Xo'sh bolalar, foydali ma'lumot. Sizlar bulldrop.uz saytidan ko'proq UC ishlashlaringiz uchun men sizlarga hozir bitta life hack o'rgatib o'tib ketaman. Bulldrop.uz saytiga kirasizlar. Saytga kirgandan keyin bolalar, mana bu yerda hisobni to'ldirish qilasizlar. Keyin esa 100 ming so'm balansga to'ldirasizlar. To'ldirib bo'lgandan keyin promokodni kiriting degan joyiga katta harf bilan SUETA promokodini kirgizamiz. SUETA va faollashtirish qilamiz. Ko'rishinglar mumkin, bizga 20% bonus beryapti. Keyin esa bolalar sizlarga 100 ming so'mning ustiga 20% bonus beradi. Va keyslar bo'limiga o'tasizlar-da, o'zingizga yoqqan keysni tanlaysizlar. E'tiborli bo'linglar. O'zingizga yoqqan keys. Qaysi keys yoqsa, o'shani ochasizlar. Xo'sh, menga yoqadigan keys BMW bilan Mercedes edi, lekin men hozir sizlar bilan boshqa keys ochmoqchiman. Ya'ni moshil bor, boshqa mashin, ya'ni BMW emas, Mercedes emas. Kelinglar sizlar bilan Nissan keysini ochamiz. Nissan keysini 5 talik qilamiz. Sizlar ham 5 talik qilasizlar keysda va o'rtacha xavf qilasizlar. Keyin esa ochamiz. 9200 ga ochayman. E'tiborli bo'linglar, qaranglar. O'rtacha xavf. Birinchi 5 ta ochish o'rtacha xavf bilan ochasizlar. Mana 5 ta ochasizlar, o'rtacha xavf. 7200. Endi orqaga qaytamizda 3 talik 5544 ga ochamiz. Ketdik. 5544 ga 3 talik ochayman. Sizlar ham boshqa keys ochsanglar 3 talik ochinglar. Xo'sh, o'rtacha xavf bilan bizga hozir bolalar 5500 ga ochdik, bizga 8323.
u sizlarga life hack faqat 100 ming so'm to'ldirgandan keyin bo'ladi. Ya'ni balansingizga 100 ming so'm kiritasizlar va Suite promo kodini kirgizib, mana shu ishni qilsanglar bo'ladi. Tushundinglar, bolalar? Xohlagan keysinglarga. Xo'sh, life hackni tushundinglar. Ana endi men mana shu keysni qandaydir bir 10 taligini ochkim kelyapti, ya'ni 18100 ga, lekin yo'q. 5 talik ochamiz, yana 9200 ga va ko'rishinglar mumkin hozir bizga nima berar ekan 9200 ga. Bizga esa 9200 ga bolalar hozir 12627 beryapti. Mana shuncha yuzini biza PUBG Mobile akkauntimizga kirgizib, xohlagan narsalarimizni ochsak bo'ladi. RPni 100 qilsak bo'ladi. ID kart olsak bo'ladi. MKni materialni olib, MKni ko'tarsak bo'ladi. Xohlagan narsa Ultimate ochsanglar bo'ladi. Yaqinda yangi mumiya keladi, mumiya ochsanglar bo'ladi. Sizlarga bolalar bulldrop.uz sayti yordam beradi balansinglarni yuzingizni ko'paytirishga. Tushundinglar, bolalar? Yuzingizni esa chiqarib olish qilasizlar va yutgan yuzini miqdorini yozasizlar va yuzini chiqarib olasizlar. Hech qanaqa bu yerda umuman qiyin joyi yo'q. Faqatgina hozir bu yerda qiyin joyi bu sizlarning like bosmaslaringiz. Ya'ni bosib beringlar like-ni iltimos sizlardan. По-братски, like. Bu yerda esa yana eslatib o'tib ketay, promokod Suyeta yokida Suitabek. Qoldi. Davay, bolalar, ular ikkita qolgan, ular ikkita qolgan. Otinglar ularga. Menga patron ber, draboyikka. O, rahmat. Davay. Ot! Voy tekkaniyo'da. Davay. O, yana bitta nok bolalar. 3 kishi qolgan. Oq kiyimlardan 3 kishi qolgan hozircha. Qani vektorlar uddalaydimi yoki yo'qmi? Men eshitmayman. Bosinglar, davay. Tegdi. Voy, tegdi bolalar, ko'rdinglarmi? Davay, 2 kishi. Agar mana shu ikkalasi eplasa bor-ku, men jinni bo'lib qolaman. Agarda mana shu ikkita o'yinchi eplasa, agar men jinni bo'laman. Voy, men jonim yo'q. Bitta o'yinchi qoldi. Bitta o'yinchi qolgan. Voy, xarosh! Davay, короче, davay. Boshlaylar. Uringlar, короче, kim tirik qolsa o'sha qoladi, davay. Bo'lni boshqa iloj yo'q bu yoqda. 3 kishi qoldimi? Voy, 3 kishi tirik qoldi. Zo'r. Afsuski biz zonada o'lib qoldik, lekin ko'rdinglar bolalar, 3 ta obunachimiz yutib oldi. Ya'ni o'yinning oxirida 3 kishi tirik qoldi. Ularga esa sovg'alarni berib bo'ldik bolalar. Agarda sizlarga shunaqa videolar yoqadigan bo'lsa, like ni bosinglar. 2000 ta like bo'lgandan keyin xuddi shunga o'xshash yana bitta video chiqaramiz va sizlarni ham videoga taklif qilaman. Lekin like ni unutmanglar bolalar. Biza bo'lmasa ketdik.